Təşkilatlarımızға toğru keladiğini birləşişmi yoki həmkarlaşışmı? Abdori Almasacı. Birləşiş, ittifaqlaşış, həmkarlaşış degan so'zlar hozir hammaning diqqat e'tibori turibdi. Bu so'zlarni ba'zilar chaqiriqqa ishlatyapti, ba'zilar boshqalarni tanqidlashga, ayblashga ishlatyapti. Yana ba'zilar biz umidlangan ittifoqlik, hamkorlikni buzish va uni yo'q chiqarish uchun ishlatyapti. Şunlaşqı bu sözlər və ifadələnən məzmunlar həll qılmaqçı bolğan məsələlər üstüdə azraq toxtalıb ötüşni muvafiq gördüm. Hazır bizdə sözlərinin uqum mənasını toğru egəlləməy, xata işlətadigan əhvallar görülüyotidu. Şuna aldı bilən bu sözlərinin uqum mənası haqqındakı düşüncə bilən gəp başladım. Bu sözlərinin uqum mənası Uyğur tilinin izalıq lüğətində mundaq izalanğan. Birləşiş, yəni birləşmək. Məlum məqsəd yoki məlum asasda birlikdə iş elib beriş üçün bir-biriga qoşulmaq, uyuşmaq. İttifaqlaşış, yəni ittifaq tüzmək. Birlikdə iş elib beriş üçün özara kelişib qarar almaq, ittifaq bo'lib, inoq o'tmak. Həmkarlaşış, yəni həmkarlaşmaq. Özara yardımlaşmak, birər iş, birər vəzifəni, xizmət qatarlıqlarını bir qancha adam yoki bir qancha o'rin yoki tashkilotlar o'zaro moslashib ishlamak, o'rinlamak. Undaqda bu so'zlarning qaysi hozirgi vaziyatda bizning shuar qilishimizga mos keladi? Birinchi, birlashish, ya'ni qo'shilish. Muajiratdagi Sharq Turkiston tashkilotlari g'oya, nishon jihatda o'rtoqlikqa ega bo'lsa-mu, lekin har qaysi davlatlardagi shart-sharoit va imkoniyatlarga qarab, o'ziga xos alaydiliklarga va o'zlariga mos keladigan tashkiliy qurilmaga ham konkret xizmat yo'nalishiga ega. Bu tashkilotlarning mutlaq ko'pchiligi ommaviy saylan bilan emas, avangardlarning birligi bilan maydonga kelgan. Shu sababdan tashkiliy qurilmadagi xoslik va mustaqilligi, xizmat usuli va xizmat yo'nalishidagi o'ziga xos alaydiliklar bilan farqlanib turadi. Shunlashqa muajiratdagi Sharq Turkiston tashkilotlarining o'zaro qo'shilib bir markazlik tashkilotga aylanish tashkilotlarning konkret ahvoliga shakl jihatdan mos kelmaydi. Ikkinchi, ittifaqlashish, ya'ni inoq o'tish. Bu qo'shilish emas. Ittifaqlashish bir maqsadda elib beriladigan bir ish, biror faoliyatni o'zaro kelishib, birlikda o'rindash bo'ladi. Bunda qilganda ba'zi maqsadlik va planlik elib beriladigan keng ko'lamlik faoliyatlarni muvaffaqiyatlik elib bag'ili bo'ladi. İttifaq bo'lganda o'z vaqtida har taraflama keraklik uchurlarga erishgili, muhim ishlarni o'zaro maslahatlashib, to'g'ri qaror olg'ili, ojiz kelganda kuch to'plag'ili, yangi vaziyat o'rtaga chiqargan ba'zi jiddiy masalalarga o'z vaqtida inkos qaytarg'ili bo'ladi. İttifaqlashish orqali o'zaro tushunish ilgari suriladi, munosabatda yaqinlik asosiy o'rinni egallab, o'zaro ko'ngil bo'ladigan, o'zaro yordamlashadigan ahvollar ko'paydi. Bu hol kurash sepimizni kundan-kunga mustahkamlaydi. Yaqinqi bir mezgil ichida ba'zi halqiliq tashkilotlarning o'zaro suhbat, tashviqot, ziyoratlari buni kuchli isbotladi. Üçüncü, həmkarlaşış, yəni yardımlaşış, maslaşış. İttifaqlıqdan keyin həmkarlıq vücudga chiqadi. Milliy mustaqillik da'voyimizni xalqaralashtirish va uning ta'sir kuchini oshirish uchun Sharq Turkiston tashkilotlari xalqarалық həmkarlikni vücudga chiqarishimiz lozim.
xalqaro ta'sir ko'rsatishga tegishli harakat, faoliyatlarni biror davlatdagi bir qancha tashkilotlar orqali elib berish orqali ko'zlagan unumga asli muddaga yetkili bo'lmaydi. Bundaq ahvollarda har qaysi davlatlardagi Sharq Turkiston tashkilotlari o'zaro aloqalashib, planli holda harakatni vaqt usul jihatdan o'zaro moslashtirish orqali tang qadam bilan dunyoviy to'lqin hosil qilinsa, buning unumi haqiqatan zo'r bo'ladi. Chunki ittifoqlik, hamkorlik to'plangan kuchni namoyon qilib, nayt cho'ng zilzil paydo qilish va keng doirada ta'sir ko'rsatish qudratiga ega. Masalan, Xitoy yuqumliq virusi butun dunyoga tahdid bo'lib, balay afat elib kelayotgan bugungi kunda xalqarodagi 30 dan ortiq Sharq Turkiston tashkilotlari o'zaro hamkorlashish asosida Sharq Turkiston virus krizisi yordam markazini qurib, dunyoning har qaysi joylarida qiyinchilikda qolgan qarindoshlarga yordam berishni tashkillab, ish elib borganligi buning kuchli isboti. Şoňa təşkilatlarımız ittifaqlaşıb, özara həmkarlaşışı lazım. İttifaqlıq, həmkarlıq asasidagi təşkilat şəkli qandaq boludu? Bundaq ittifaqlıq, həmkarlıqni daimlikqa aylandırış üçün muaciratdagi Sharq Turkiston təşkilat rəhbərləri nopozluq, ilim əhli, aktiv, mustaqil faoliyatchilar ishtirok qilgan holda baş qo'shish, umumiy vaziyatni hosil qilish, mavjud masalalarni qandaq bir taraf qilish to'g'risida maslahatlashish, cho'ng masalalarda o'rtaq qaror elish uchun kuchni to'plash, jangovarlikni oshirish uchun har qaysi davlatlarda rayon xarakterlik Sharq Turkiston tashkilotlari uyushmasi va bu asosda xalqaroda Sharq Turkiston tashkilotlari xalqaro ittifoqi nomida kengash xarakterlik tashkilotlarni qurib chiqishga to'g'ri keladi. İttifaqlıq, hamkorlik asosida o'ttirg'i chiqqan bu tashkilotlarning xarakteri boshqurg'ichi emas, balki hamma ishtirok qilgan, kengashda qabul qilingan qarorning ijrosini kuzatuvchi bo'ladi. Bu tashkilot qurilma jihatdan Oliy Kengash, ya'ni parlamentga o'xshash hamma tashkilot vakillari qatnashib, fikr qatnashtira oladigan, qaror ovoz bera oladigan bo'lishi, ittifoqqa qatnashgan tashkilotlarning mustaqil tashkiliy qurilmasi o'z alohidaliklariga asosan belgilangan xizmat yo'nalishlari va boshqa munosabatlari cheklamaga uchramasligi lozim. Agar ularning köreş nişanı Xitay tajovuzchilariga qarshi turib, vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'lga keltirish bo'lsa, ayrim masalalardagi o'xshamagan ko'z qarashlarga chek qo'ymay ittifoqqa qatnashtirilib, hamkorlashish lozim. O'tirdagi ba'zi ziddiyatlik masalalar köreş davomida hal bo'lishi mumkin. Ba'zilari mustaqillikka erishgandan keyin xalq ra'yi bilan hal qilinsa bo'ladi. Hazır talash tartish qilishning o'rni yo'q. Hazır bizga zaruri Xitoy tajovuzchilariga qarshi kengri birlik sap tuzib, kuchimizni ko'paytirish, ta'sirimizni cho'ngaytirishdir. Bu yerda yana shuni deb o'tishimizga to'g'ri keladi. Sharq Turkiston tashkilotlari xalqaro ittifoq qarmog'ida tövendagi ikki muassasami o'rin elish zarurdir. Birinchi, doimiy aloqaning izchilligi, uchur ma'lumotlarning o'z vaqtida yetkazilib, almashib turish. Kerak bo'lsa, muhim masalalarni muhim qilib o'rtaq tadbir belgilash uchun zamonaviy uchur vositalari orqali tashkilotlar yetakchilarining bosh qo'shish uchun xizmat qiladigan kasbiy mutaxassislardan tashkillangan Sharq Turkiston tashkilotlar xalqaro tashviqot uchur markazi qurilsa, texmi yaxshi bo'ladi. Bu uchur tashviqot markazi tashkilotlarga ichki tashqi vaziyat to'g'risida uchur yetkazish, tashkilotlarning o'zaro uchur almashtirib, bir-birini bilib turishi, o'zaro moslashib harakat elib berish uchun xizmat qiladi.
Onundan başqa münasibətlik uçurlarını kontrol qilish, uçurlarning sağlamlığını tekshirib, tərtibə selish, türgə ayırıb yetkizish orqali ularning foydalanish qimmatini oshirg'ili, salbiy ta'sirini cheklagili bo'ladi. Ba'zi uçurlar tashkilot yetakchilarining foydalanishi, tadbir elishi uchun ishlatiladi. Ba'zi uçurlar avamning ahvoldan xabar tepib turish uchun ishlatiladi. Bundaq bo'lganda yetakchilarning mavjud masalalarga qarta o'z vaqtida tadbir elishiga foydasi bo'lishi bilan birga, ko'pchilikning har xil salbiy ta'sir ko'rsatadigan xabar uçurlarning ziyniga uchirishining oldini olib bo'ladi. Ikkinchi, mustaqillik da'vo xizmatlarida iqtisod talab qiladigan qurilma, qurilish, harakat planlarini mablag' bilan ta'minlashni kafolatlantirish uchun muajiratdagi Sharq Turkistonliklarning badal pulini asosiy manba qilgan Sharq Turkiston tashkilotlari xalqaro milliy fondini ta'sis qilish jiddiy ehtiyojdir. İttifaqlıq, hamkorlik yo'li bilan tashkillanib, maydonga kelgan bundaq bir xalqarалық ittifoq va bu ittifoq qarmog'idagi hozir bizga zarur bo'lgan uchur, tashviqot va mablag'ga munosabatlik ikki muassasa qurilishi navbat ko'rilayotgan ayrim passiv holatlarni o'zgartib, mustaqillik ko'rishimizni yana bir baldaq yuqori bosqichga ko'tarishi, xalqarалық to'lqin shakllantirishi mumkin. Tashkilotlarning nomi shu tashkilotlarning xarakteriga mos kelgani yaxshiroq. Shunga davlat rayonlardagi tashkilotlar ittifoqini uyushma deb atagan muvofiq deb qaradim. Masalan, Sharq Turkiston tashkilotlari Turkiya uyushmasi degandek. Buningdan Turkiyadagi Sharq Turkiston tashkilotlari bosh qo'shgan gavda degan ma'no chiqadi. Sharq Turkiston tashkilotlari xalqaro ittifoqi degan nomdan Sharq Turkiston tashkilotlarining xalqaroliq inoqligi, hamkorligi degan ma'nolar chiqib turadi. Bir anglagan kishi tashkilotlarning xarakterini bilib ola-oladi. Buningdan bir yil burun bu haqda maqola yozib, Sharq Turkiston tashkilotlari xalqaroliq oliy kengash qurish to'g'risida taklif bergan edim. Maqolada ittifoqlashib hamkorlashishning zaruriyat va sabablari shar'iylangan edi. Şoňa mazkur yazmada faqat ba'zi aniq bo'lmagan va orada ba'zi uquşmasliklarni paydo qilayotgan masala, ya'ni bundaq yangi tashkillanishni qandaq shaklda ishga oshirish kerak degan masala ustida ba'zi qarashlarimni o'ttirg'a qo'ydim. Bular mening shaxsiy qarashlarim. Tashkilot rahbarlarining va qarindoshlarning foydalanishni, xatolari, kam challar bo'lsa, tuzitib to'liqlashini umid qilaman. 2020 yili 10 may, İstanbul.